Hop, hammaga yana bir bor assalomu alaykum deb qolamiz. Hop, endi biz o'tgan safar domla bergan qonunchilik to'g'risida, fuqarolik to'g'risidagi qonun, fuqarolik to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqdim. 2 ta bob bor ekan. This is why you book a Buniyam beach resort. gruppaga tashlamadim. Buniyam agar nima bo'lsa, kerak bo'lsa hujjatni ham o'zini ham tashlab qo'yaman. Hozir darsda tashlagandan keyin. Hop, hozir fuqarolik advokaturani yozib bo'ldim. Hozir jo'natyapman. Hozir buni ham fuqarolikni ham jo'natib yuboraman. Mani maqsadim o'sha hozirgi advokaturani ham ko'rib olsalaring tushunasizlar. Bunaqa qilish emas, ya'ni bunaqa noto'g'ri xayolga bormanglar. Shunchaki oddiy bunaqa tushuntirib berish mavzusida, ya'ni ham sizlarga ham tushuntirib beraman, ham o'zimga ham orada ma'lumotlar kelib qoladi. Hop, nimaga tushuntirib beryapman? Chunki o'zim ham to'g'risini aytsam, o'zim ham yaxshi tushunmadim. Sizlarga tushuntirish mobaynida o'zim ham tushuntirib ketaman. Hop, men asosiy fuqarolik to'g'risidagi qonunni domla 1-bobini bergan. Agar sizlar hozir mana shu hozir video darsda yaxshilab eshitib, ya'ni 1-2 marta yaxshilab eshitib, bunday o'rganib olsalaring, o'sha 1-bobini bas, fuqarolik to'g'risidagi qonunni o'sha bizga keltirilgan asosiy joylarini hammasini tushunib olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Shu iloji boricha 20 minut ichida sizlarga o'sha fuqarolik to'g'risidagi qonunda faqat bizga kerakli joy, kitobda berilgan hamma ma'lumotlari bor, kerakli joylari yozilgan. O'sha sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Agar foydani tegsa xursandman. Agar mabodo kimlaringgadir yoqmasa yoki sizlarga yaxshi tushuntirib bera olmayotgan bo'lsam, uzr. Hop, orada buni o'sha o'qib berib ketishim mumkin, chunki bundan boshqa ortiqcha ma'lumot yo'q. Ya'ni faqat shuni bunday o'qib ko'rib chiqsalaring bo'ldi. Shuning o'zi yetadi. Bo'lmasa boshlaymiz. Fuqarolik to'g'risidagi qonun. Buni asosiy maqsadi o'sha fuqarolik olish va tugatishni munosabatini tartibga solish maqsadi bo'ldi. Tugadi. Endi bu tushmasa kerak, lekin men yozib ham qo'yardim. 2020-yil 18-fevralda qonunchilik qabul qilgan, ya'ni qonunchilik palatasi bu qonunni qabul qilgan va oradan 10 kun o'tib bu qonunni Senat ham tasdiqlagan. Ya'ni Senat tomonidan ham qabul qilingan. Ya'ni bu oddiy, bu tushmasa ham kerak. Xo'p, endi asosiy atamalar o'sha kitobimizda keltirilgan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 tami, 13 dan 14 tami asosiy atamalarda qisqartirilgan shakli. Xo'p, bularda men shu ko'p tushuntirib o'tirmayman, sababi vaqt ketib qoladi. Mayli, tushuntirib beraman. Hop, birinchisida o'sha ariza beruvchi o'sha o'zining fuqarolik masalalari bo'yicha davlat organiga murojaat qilgan, voyaga yetgan shaxs.